Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Quvasoyda tunaki fonishimizni o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Hozir videoda oxirigacha ko'rsanglar, hamma ishlarimizni chiroyli qilib obzor qilib beraman. Bugungi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha listimizni yupqa qalinligiga qarab qilib beryapmiz. Ko'rib o'zingizlar baho beraverasizlar. Bu joyimizga 319 kvadrat tunaki ishlatganmiz. 3 ta kosmos, 64 metr MDF'imizni ishlatganmiz. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Bu ishlarimizni bir boshdan qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, bo'lmasa biz boshladik obzorimizni. Bu joyimizga 319 kvadrat tunaki ishlatganmiz. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, qayerlar 319 kvadrat ichiga kirishini o'zingizlar ko'rib olasizlar. Bu tashqi tomonimiz, ko'cha tomonimizga shunaqa fasonda 90 gradus qosh karniz qo'yib berganmiz. Bu joyimizga oq rang bilan mokri rang ishlatilgan tunakani tillalaridan ham qo'shib o'tganmiz. Bu joyimizga do'ppilarimizni tilla qilib berganmiz, yulduzchalik qilib. Ko'pchilik so'raydi, yulduzcha bular addenniy bo'ladimi? Yo'q, bu tunakani ichiga kirib ketadi bu hammasi. Tunakaki kelgan narsa hammasi tunakani hisobida hisoblanadi. Darvozadan kirish qismimiz darvozaxonamiz. Darvozaxonamiz shunaqa holatda bo'lgan. MDF'larimiz 64 metr MDF ishlatganmiz. 2 metrlik kosmosdan bitta, ikkita, narigi tomonda bitta brusaysanlik kosmosimizdan qo'yib berganmiz. Go'zal holatda chiqqan. Burchalarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha bor mahoratimizni ishga solib qilib beramiz. Darvozaxonamiz uzunligi 13,5 metrga 4,10 ekan bu joyimiz. Adashmasam shunaqa holatda bo'lgan. O'ta go'zal holatda qilib berganmiz. Keyin bu darvoza, bu fasonimiz darvozaxonalarimizga qilinadigan bo'lsa, sal balandroq bo'lsa, bu fasonlarimiz tushadi, chunki bu tushishi ko'payib ketganda 6 sm, 5 sm bo'lib, yo'q 30 sm dan oshiq tushgan novodi pastigacha. Ko'pchilik so'raydi, manaqa bo'lim joyi bo'ladi, masalan, kirganda chap qo'lda yana bitta koridorchasi bo'lishi mumkin, darvozaxonasi bo'lishi mumkin. Bir xil o'tib ketadimi deydi. Bir xil o'tib ketmaydi, buni iloji yo'q. Chunki bir xil o'tib ketsa, mendan burilib darvozaxonani vidi kvadrati yo'qolib qolgani sababiga biz bu mashina qilib ko'rib qilib o'tib ketamiz. Narigi tomon bilan bu tomonda urvini bir xil bo'ladi, tagida shunaqa patnascha qo'yib beramiz. Go'zal holatda qilib beramiz. Biz qo'ldan kelgancha perikoslarni ham yo'qotib, bu joyimizda ham perikos bor, perikoslar yo'qolib, mana ko'rib turganingizdek sezilmaydigan darajada bo'lib ketgan. 15-20 sm ga narigi tomonimiz katta bo'lgan. Burchaklar bir xilda bo'lgan. Hamma yo'lni bo'lib, chiroyli qilib. Endi hamma yo'l ustaning mahoratiga bog'liq. To'g'ri, biz videoda uncha chiroyli gapirolmashimiz mumkin, lekin qo'ldan kelgancha xudo xolasa chiroyli qilib beramiz hamma ishni. 319 kvadratimiz, bu chekka bo'lgan darvozaxona, bu darvozaxona shapkalarimiz, ko'ribimiz bo'lgan. Bitta bu yerga brusaysanlik kosmosimizni o'rnatib berganmiz. Bu joyimiz ham bor ekan, uning ichida. Hozirgi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha listi yupqa qalinligiga qarab qilib beryapmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.